Ko'plab reklama bannerlarida, shu fast foodlar reklamalarida bu holatlar uchrab turadi. Nafaqat fast foodlar, balki boshqa mahsulotlarda ham shunga o'xshagan vaziyatlar uchraydi. Bizda chalg'ituvchi holatlari bor. Nimaga? Misol, mana bu yerda pitsa orqali ko'radigan bo'lsak, diametri 30 sm bo'lgan bitta pitsa bor. Uni narxi 50 ming so'm. Yana diametri 20 sm bo'lgan pitsada esa ikkita bor ekan. Uni ikkovsining narxi birgalikda 50 ming so'm tashkil qilar ekan. Yana qaysi birini olish foydaliroq? O'zi ikkovini ham tarkibi bir xil, qalinligi bir xil. Shuni ko'pchiligimiz o'ylaymiz. Mana bu qismini, ya'ni 20 sm-lardan ikkita olish foydaliroq deb o'ylaymiz. Qani buni matematik jihatdan qarab chiqamiz. Xo'p. Uning uchun bizga pitsalar yuzini topib olishligimiz kerak bo'ladi. Yuzini topish formulasi S teng pi r kvadrat. Mana shu aylanma yuzini topish formulasi. Bizda pi son qiymati bor 3.14, lekin bizga kerak emas u. Endi bizda diametr bor. Demak, radiusini topsak bo'ladi. Radius esa diametrning yarmiga teng bo'ladi. Misol, birinchi pizzani radiusi demak diametri 30 sm bo'lsa, uni yarmiga teng bo'ladi. Demak 15 sm ekan. Buniki esa bular, ya'ni 20 sm diametri 20 sm bo'lgan pizzani radiusi yarmiga teng. 20 ni 2 bo'lsak 10 sm bo'ladi. Endi formulaga qo'ysak, demak 30 sm ga ega bo'lgan, diametri 30 sm ga ega bo'lgan pizzani yuzini topadigan bo'lsak, pi ko'paytirilgan r kvadrat, bu yerda r 15 ga teng bo'ldi. 15 ning kvadrati 225, demak 225 pi ga teng. Endi bunikini topsak, ya'ni bittasini yuzini topadigan bo'lsam, hop, bittasini yuzini topsam, pi ko'paytirilgan r kvadrat, ya'ni bittasini yuzi 10 bo'lsa, 10 ning kvadrati, bu degan 10 ning kvadrati 100 pi ga teng bo'ladi. Demak, bittasini yuzi 100 bo'ladigan bo'lsa, 100 pi bo'ladigan bo'lsa, buniki ham 100 pi bo'ladigan bo'lsa, umumiy bularning umumiy yuzasi 200 pi ga teng. Endi buni yuzi bizda buni yuzi 225 chiqdi. S teng 225 pi. Demak, bizda xulosa bo'lyaptiki, diametri 30 sm ga teng bo'lgan pizzani sotib olishligimiz ko'proq biz yeyishligimizga to'g'ri kelar. Ya'ni 25 pi santimetr kvadratga yuzasi ko'proq bo'lar ekan.